Ekologiya vazirligi, Zamin xalqaro jamoat fondi bugun astronomiya bog'ida chiroyli qilib aynan daraxt ekish jarayonlarini tashkil etamiz. Shu bog'ni ekib boqishga qilingan. Bugun biz Ekoskol loyihasi bo'yicha bu yerga kelgandik. Bu yerda biz ko'p daraxtlar ekishni ko'rdik, o'zimiz ham daraxtlar ekdik. Biz oldin ham Ekoskol loyihasiga qatnashganmiz, lekin ko'pincha biz seminarlarga borardik, faqat tinglardik. Bu safar esa har xil daraxtlar ekdik va o'zimizga kerakli ma'lumotlar oldik. Tabiat bizaga hamma narsani olamiz, lekin biz ham tabiatga mehribonroq bo'lishimiz kerak. Biz tabiatni asrab-avaylashimiz uchun daraxt ekamiz. Bugungi ekoloyihada meni juda ham qiziqtirgan apparat mana shu apparat bo'ldi. Biz bu apparat orqali daraxtlarning geolokatsiyasini o'rganamiz va daraxtlar noqonuniy kesilishi oldini olish uchun daraxtlar ro'yxatdan o'tkazilar ekan. Bu apparat hozirgi kunda Toshkent shahridagi daraxtlarning barchasini ro'yxatga olishda ishtirok etayotgan ekan. Toshkent shahridagi daraxtlar ro'yxatga olinib bo'lgach, Toshkent viloyati va keyin esa boshqa viloyat va shaharlar ham ro'yxatga olinar ekan. Biz ekologiya tarafdorimiz.